Tasodifiy faktlar. Qani ketdik. Sabzirang apelsin bu marketing. Tabiatda apelsinlar yashil bo'ladi. Sovuq havoda esa ular sabzirangga o'zgaradi. Issiq davlatlarda ular oxirigacha yashil bo'lib qolib ketadi. Fransuz batoni qonunlar sababli kashf qilingan. 20-asr boshlarida Fransiyada yangi qonun qabul qilingan. Ya'ni nonvoychilar ertalabki soat 4 gacha ish boshlashi mumkin emas. Oddiy non esa tayyor bo'lishiga juda ko'p vaqt ketgan va shu sababli odamlar batonni o'ylab topishgan. SSRda muzlatgichlarga qulf o'rnatish mumkin bo'lgan. Ayniqsa yotoqxonalarda bir oyda bir olib kelinadigan kolbasani studentlar o'g'irlab ketmasligi uchun. SSR qishloqlarda pochtani yosh bolalar tashishgan va bu pochtalarni pioner pochtasi deb atashgan. O'quvchilar darsdan chiqib bir qop pochta olib tarqatib chiqishgan. Mutlaqo bepulga. Nimaga deysizmi? Shunchaki bekorchilikdan. Sovun uzoq vaqt davomida qimmatli narsa hisoblangan. 13-asrlarda Yevropada sovunni o'rniga kul va o'tlar bilan cho'milishgan. Sovun esa faqat to'ylarda va hashamatli bazmlarda ishlatishgan. Ilk fotosuratlarda odamlar jilmayib rasmga tushisha olmagan. Sababi kamera muddati 10 daqiqa bo'lgan. Tasavvur qiling, bir joyda turib 10 daqiqa kameraga qarab turish qanchalik azobli. Odamlar muzlarni saqlab qo'yishgan. Muzlatgich kashf qilinishidan oldin odamlar qishda muzlarni bolta bilan chopib olishgan va apilka bilan o'rab podvalda saqlashgan. Yozda esa uni sotishgan.